Aka, bu uyni nimadan qurgansiz, shuni ayting. 100% pishgan ish bo'lgan. Katta mashina bemalol sig'adi. To есть Malibuni ham kirgizib olsangiz bo'ladi. Katta hol ekan. Holimiz nechiga necha ekan, aka? Maza qildim mana bu yerda. Qarasanglar-chi. Lyustrani chiroylisini qo'yibdilar. Voy. Yaxlit qilingan. Mana tomoniga nima reja qilgansiz, aka? Narxi ayting, nech puldoqsiz? Assalomu alaykum, uyim joyim deydiganlar. Bugungi obzorimiz o'zgacha bo'ladi. Nimaga desanglar, zar qadrini zargar bo'ladi deb bekorga aytishmagan. Shu uyni akamiz o'zlari uchun qurgan ekanlar. Assalomu alaykum, Bahodir aka. Yaxshimisiz aka? Joningiz sog'. Aka, bu joyimiz qayerda joylashgan? Mehnat postida 500 metr kirganda. Shahargacha 500 metr. Shahargacha 500 metr. Chasni ayta bog'chani ko'raman. Chasni bog'cha. Bu ham mana oldi ekanda. Xo'p, aka. Bu uyimiz necha sotuvga tushgan? 2,5 sotuvga tushgan. 2,5 sotuvga tushgan-a? 2,5 sotuv. Bitta qizni savol beraman. Uy olmagan qo'shni oldi ishdan qo'shnilar qanaqa bu yoqda? Qo'shni juda yaxshi odam. Aha. Yaxshi o'tga ko'chib kelgan odam o'zi keyin biladi. Mani aytganimni. Chunki juda o'zbegona tilla yigit. Ha. Siz mana shu yonma-yon yashaydi. Bir davol qo'shni juda yaxshi odam. Ha, bo'ldi, tushundim. Aka, bu uyni nimadan qurgansiz, shuni ayting. 100% pishgan ish bo'lgan. Shlaka bo'lib, bir dona ham shlaka bo'lib, xomg'ishdan ishlatgansiz. Umuman, даже mana bu dovorlarida ham, zaborlarida ham bir dona shlaka bo'lib yo'q. Hammasi pishgan ish. Tushundim. 2,5 sotuvga tushgan dedingiz. 2,5 sotuv. Ichida nechta xonasi bor? Xo'p, 7 ta plus oshxona. Ha, 7 ta plus oshxona, yaxlit podval. и tegi целый podval. Yaxlit. Aka, bu yoq tomon naves qilibsiz, bitta mashina qo'yadigan joy qilib. Bitta mashina. Gap yo'q. Katta mashina bemalol sig'adi. To есть Malibuni ham kirgizib olsangiz bo'ladi. Xo'p, aka, bu yoq tomonda bitta hojatxona uchun joy qoldiribsiz. Ha, o'zbekchiligiga bu kerakli narsa. Mo'g'ulda kerak bo'lib qolsa. Uyimizni podvalga ichkari tomondan ham kirsa bo'ladimi yo'q qanaqa? Ichkaridan ham, tashqaridan ham tushsa bo'ladi. To есть ikki tomonlama kirsa bo'ladi, to'g'rimi? Shunda. Xo'p, bu yoq tomonda zelen zonasi bor ekan. Ana endi uyim joyini deganlar, yo'qsin degan holda bitta like bosib qo'yinglar. Ushbu uyimiz yoqqan bo'lsa, ichkari tarafiga birgalikda kiramiz. Bahodir aka, voy. Uy remontini boplabsiz, gap bo'lishi mumkin emas. Kirganimizda bitta katta hol ekan. Holimiz nechiga necha ayting, aka? Xo'p, 6,5 ga 7. 6,5 ga 7 kattagina hol qilibsiz. Katta hol. Endi savolda, mana yon tomonda oshxona bor ekan. Oshxona. Buni mebel texnikasini qilmabsiz. Nimaga? Endi hammani fikri har xil. Aha. Menga yoqqan narsa ularga yoqmasligi mumkin. O'ziga qulay qilib olganlar qiladi. Agar bu nechiga necha shunda? Bu 4 ga 7. 4 ga 7. To есть agar narxida kelishib qolsanglar, agar narxida misol qilib ber deydigan odam bo'lsa, qilib beramiz, muammosi yo'q. Aytgancha videoni oxirida bu uy narxini biz aytib ketamiz. Lekin akamiz did bilan qurganlar uchun arzon narx so'ramanglar. Baribir ham yaxshi narsa, yaxshi pul turadi. Buni hisobini olish kerak. Shuning uchun sizlarga yaxshi uyni ko'rsatamiz. Xullas, aka, bu yoq tomonni nima qildingiz? Bu общий санузел bu. Общий санузел. Men birinchi marta ko'rishim sanuzel ichida lyustra borligini. Gap yo'q. Xo'p, bu yoq tomondan-chi, aka? Bu zal. Bu zal. Mehmonxona. Zalimiz nechiga necha, aka? Bu 8 ga 6. 8 ga 6 kattagina Katta zal. gap yo'q. И bitta narsa ayting, bu malarning ishini bilasiz, arzonchisi bor, qimmatrog'i bor. Qimmatroq. Arzonchisida misol uchun valna bo'lib ketadi, sizniki deb misol uchun svetni o'chirib qo'ysam, valna bo'ladimi yo'q? Yo'q, bo'lmaydi. Bu bemalol chiroq yoqib tekshirsa ham bo'ladi. O'zi ustada bilishadi uni. Do'g'alganda chiroqni qo'ysa bilinadi bu. Yer qimillaganda ham treshina bermaydi bu. Ha, to есть o'zingiz uchun qurganda qilgan ekansiz. Bu yoq tomonda nima bor aka? Havo aylanishi uchun kichkina orqa hovli. Ha, kichkina orqa hovli. Qarang, yon tomonda qo'shingiz bor ekan. Necha g'ish qilgansiz uni orasini? Ularning orasi 3 g'ishda ajragan. To есть qo'shni bilan 3 qo'shni bilan 3 g'ishni quruvchilar men eshitishim bo'yicha 2 g'ishmi qiladi? 2 g'ishda ajratishadi. Ha, to есть 3 g'ish qilgansiz. Bu 3 g'ish ajragan. To есть пожарный безопасный hisobini olgansiz. Xo'p, bu yoq tomonda nima bor aka? Bu yosh katta ota-onalar uchun mo'ljal qilganman. Birinchi etajga Родительский спальня. Родительский спальня. O'zini sanuzeli bilan ichida.
Buni sanuzel nimaga qilmagansiz? Hozir men naryo tomondan ham ko'rdim, sanuzel qilmagansiz. Bu yoq tomondan ham yo'q. Ya'ni nima uchun qoldirib ketgansiz demoqchiman-da. Ichidagi narsalarni aytyapsizmi? Ya'ni sanuzel qilinmagan, jihozlanmagan. Jihozlari o'sha boyagi xuddi oshxona mebelidagi gap. Aha. Hozir har xillari chiqqan uni. Hamma kursiga qarab turib qo'yib oladi-da. Ha, didiga. Didiga, u hamma o'zini didiga qarab qo'yib oladi. Bu yoq tomondan ham alohida eshik qilibsiz. Bu ham havo aylanishiga. Ha, shart-sharoitlar eshik bemalol chiqib, gullar qo'yib qo'ysa, tushundim. Aka, endi bitta savol, kadastr hujjatlari bu yoqda qanaqa? Kadastr hujjati xudo xolisa 3 kunlarda tayyor bo'ladi. Kadastr hujjati bor. Bor. Hamma sharoit bo'ladi. Dokumentidan muammo yo'q. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu yoqda nechta xona bor? 4 ta. Yo, 4 ta. Ikkita sanuzul, 4 ta xonasi bor. Xo'p. Aka, endi Mehnat Qizg'aldoq mahallasida dedingiz manzilni. Bu yoqda gaz, svet, suv qanaqa aka? Gaz, svet, suv, kanalizatsiya muammo yo'q. Hamma juda zo'r. Suvni naporlari, gazi, anaqasi hammasi zo'r. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin bitta narsani maza qildim, mana bu yerda qarasanglar-chi. Lustrani chiroylisini qo'yibdilar. Tashqaridan, ya'ni to'riga qarab o'zidagi bitta pardoz qilib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Bu yoqda birinchi xonasi, bitta bolalar xonasi qilib. Bolalar xonasi birinchisi. Xo'p, aka, bu oynani nima unaqa qilib qo'ydingiz? Bu endi qo'shnimga to'rrog'i qo'shnim katta oyna qilma dedi menga. Ha, hovlim ko'rinadi dedi. O'shani hisobiga shunaqa furtishga qildik. Ha, qo'shni roziligini olibsiz. Qo'shniga. Yo'q. Bu yoq tomonda ikkinchi bolalar. ha, xuddi shunaqa xona. Bir xil razmerda o'g'il bolalarga alohida, qiz bolalarga alohida qilib qo'ysa ham bo'ladi. Zo'r, lekin qizlar uchun mo'ljallangan bilinyapti. Ishda ko'rinmasligi uchun. Bu yoq tomonda nima qilgansiz aka? Общий sanuzul. Bu yoq tomon sanuzel. Eshigini yaxshisini qo'yibsiz bor-ku. Eshik juda sifatli. Nech bo'lib ketdi shuni o'ziga? 7400 ketdi. 7400. Ne? Plimslari bilan. 3400 dollarlikdan oddiy eshiklar ham bor. Ne ishlatib olmadi? Bo'lmadi, ular ko'rdim, hammasini ko'rib chiqdim eshiklarni ham. Aha. Eshik sohasida hammasiga kirib chiqdim. Yoqmadi. Bilasiz, o'zimiz biladigan brendlarda ham arzonchilari bor-da, shuni qo'ysangiz bo'lardi-da. Xo'p, bu yoq tomon nima aka? Bu endi xohlovchilar sifatli qilsa ham bo'ladi. Aha. Yoki zal qilsa ham bo'ladi. Men endi o'zim ko'proq zalga mo'ljal qildim. Aha. To есть, malaka bayram bo'lib qolsa, ayollarga tepaga, pastga erkaklar qilib qo'ysa ham bo'ladi. Juda zo'r, a'lo ish bo'ladi. Zo'r. Shuni mo'ljal qildim. Uyimjoyni deganlar bu tarafda o'zini alohida kichkina kofe ichadigan balkon qismi ham bor ekan. Voy, mazami. Navaralarni xursandchiligini tepadan kuzatish niyat qilib qo'ygan bo'lsanglar, bitta like bosish esdan chiqmasin. Xo'p, bu yoq tomonda nima bor aka? Bu родительский spalniy bu. Родительский spalniy qismi. Katta spalniy, ichida sanuzuli bilan. Aha. Bu romiga nima ishlatgansiz aka? Termoromlar. Termor. Oynasi ham anu sinmaydigani. Bolalar bemalol, yosh bolalar ko'p o'tib o'ynasa ham bo'ladi. Aha. Siz arzonchi narsa ishlatmabsiz? Yo'q. Bu yoqda ham balkoni bor ekan, yon tomonda nima bor aka? Sanuzul ichida. Sanuzul. Aha. Ha, bo'ldi, tushundim. Endi aka, bitta narsa aytaman, ko'pchilik uy tepasiga to'sin ishlatadi. Siz ham to'sin qilgansiz, qanaqa? Plita bo'lgan. Ha, plita qilgansiz. Noldan, podvaldan boshlab masjidgacha plita bo'lgan. To'sin qilib arzonchiroq qilsangiz bo'ladi. Baqvat bo'lgan, plita bo'lgan. Aha. Lombozi ham juda zo'r bo'lgan. Ayalmagan hech narsa. Qani, qalin lomboz. Qurgan etapda, ya'ni qilayotgan paytingizda protsesslarni videoga olganmisiz yo'qmi? Qachon yoki rasmgan? Olganman. To есть, agar uy oluvchi kelib qolsa, siz shunday ko'rsatib olasiz. Shunday ko'rsatib, bitta ham shlaka blok yo'qligini isbotlab beraman. Masalan. Xullas, uyim-joyimga keldi, bu kerakli ma'lumot. Shuna kelganinglarda Bahodir akamdan so'rab olinglar, rasm hamma ma'lumotlarini, kerak bo'lsa qo'ni-qo'shnilardan so'rasanglar ham shu narsani hammasini bilishadi. Tashqari taraf, ko'cha tarafida asfalt masjidingiz, u asfaltni qachon yotqizishadi xudo xohlasa? Asfalt xudo xolasa kuzlarga mo'ljal qilinadi. Ha, kuzlarga mo'ljal o'tib olsa, yomg'irgarchiligigacha xudo xolasa asfalt qilish mo'ljal qilinadi. Xullas, uyim-joyimga keldi, bu hovlimiz yangi mahallaga joylashgan, shuning uchun yaqinda xudo xolasa asfaltidan qilib qo'yishar ekan. Lekin podvalingiz katta ekan, bor-ku. Podval katta. Voy. Yaxlit qilingan.
Mana bu tomoniga nima reja qilgansiz aka? Bo'tga uголок mebel qo'ysa, Aha. ulfatlar tashqaridan chiqib keladi. Tepada ayollarga ko'rinmay alohida o'tirishib bemalol gap choyxona qolsa ham bo'ladi. Cho'mli xona ekan-da. Yoni xolasanglar trenajyorniy zal yoki bilardiy zona ham qilib qo'yadigan joy ekan. Endi savol, bu yoq isiydimi yo'qmi? To'pli pol qilingan. Cho'pli pol qilingan. Polni to'pli pol qilingan. Hamma tomoni. Gips. Podval ham, birinchi etaj ham, ikkinchi etaj ham. И plus registr. Kotelniy xonasi qayerda? Kotelniy xona mana. Bu yoqda. Sir bo'lmasa, aka, mana shu kotelniy xonasini, ya'ni kotelniy sistemasini o'ziga necha pul ketkazgansiz? Bahodir aka. Ancha ketdi. Kotelni ham yaxshisini qo'ydik, mana bisman. Necha pul aytuvering boricha. Necha pul ketdi общий mana shu cho'pli pol kotelniyni. Общий O'rtachasini aytuvering. o'rtacha 7 mingga yaqin ketdi. Ha, 7 ming dollar atrofida ketdi. Ha, agar misol uchun suv isitishsa ham qiynalmaydimi? Umuman, masalan, bitta yaxshi tomoni bor. Suvni ochasiz, isitiladi. Sirrazu issiq suv tushadi. Orada zadержка bo'lmaydi. To'xtab Ha, qoladi. yo'q. Ochib qo'yib, isishini kutmaysiz-da. Shunaqa ishlangan. Ha, oldingida qachon siydi 5 minutdan kutib ochib olasiz dedingiz. Suv isrof bo'lmaydi. To'pga ham mana yaxshi shitlarni qo'yganmiz. Ha, shitlar ham bor hammasi. Mana bu o'ralib turgan simlar, kolonka, xullas, umidonga mo'ljal qilganmiz uyga. Shiti yig'iladi buni. Juda qimmat narsa bo'lgani uchun yig'madim. Qarang, bitta savol. Lekin tayinlab qo'ydim. Hozir to'kki narxi oshyapti. To'kki narxi oshyapti. Солнечный paneliga ham sharoit bormi? Yo'q, unga alohida Солнечный panel panelni egasi qilib oladi deysizmi? yo'q, tayyor olib chiqib qo'yganmiz. Aha. Olgan odam qo'yib olsa bo'ladi. То есть ham sharoiti bor. Sharoitini qilib qo'yganmiz. То есть keladi, солнечный panelni olib o'rnatib qo'ysa Umidi bo'ladi. o'sha o'zini mutaxassislari kelib, ulab olsa bo'ladi. O'rnatib. O'sha ish qolgan. Xo'p, aka, uy ichidan kirdik hozir podvalga. Tashqi tarafidan bu yoqdan kirsa. Bu yoqdan tashqi tarafdan kirish chiqish yo'q. So'killari bitibdi. Zo'r. Uyni ko'rdik, yoqdi. Arzonchimasligi bilinyapti. Даже BXga uylarni ko'ramiz. Xuddi shu uyni 150 ming, 170 mingdan deyshadi. Lekin uni ishlatilgan, ekonom qilingan joylarini ko'pchilik bilmaydi. Mana hozir siz bilan maslahatlashib, gaplashib ham bildik. Shu arzonchi narsa ishlatmagansiz. Narxini ayting aka, necha pul olasiz? Faqat bo'ladiganini ayting. Ana qimmat qilib qo'yib sotaman demaydi, bo'ladiganini aytsangiz. Yana bitta narsasini aytib ketay. Shu joyda hozir esimdan chiqdi podvalda. Kanalizatsiya trubalari o'tganda, tepadan past hamma общиydagi glavniy chiqib ketgan. 150 talik trubalar. O'sha trubalarni mashinani shum izolyatsiyasi bor. Tuningchilar qiladi bilsangiz, o'shanda o'ratganman. Чтобы podvalda o'tirganingizda yoki tepada yotganingizda suvni sho'rillab trubaga urilishi eshitilmaydi. Eshitilmaydi. Shum izolyatsiya qildirib, o'sha esimdan chiqib qoldi. Gap yo'q. Narxi ayting, necha pul olasiz? 230 ming mo'ljal qilganman. Xo'p. Bo'ladigani. Kelishtirib beramiz. 230 ming bo'ladigan narxi. Yana kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz. Xullas, uyim joyini aytganlar, mana shu uyimiz sotilyapti. Aniq manzil, yana bitta aytib ketamiz. Mehnat Qizg'aldoq mahallasida joylashgan, shahargacha 500 metr. Hamma shart-sharoitlari bor. Agar qiziq bo'lsa, pastda akamiz nomerini qoldiraman. Bemalol bizning nomimizdan murojaat qilsanglar bo'ladi. Aytgancha kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.